Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Men Zuhraxon Abdulloyeva 65-yil So'xdan kelganman. Shafo bo'lish uchun, davolanish uchun. 10 yildan buyon, 11 yildan buyon rosa qiynaldim. 17 yil nimada kateterda yurdim. Siytikni tuta olmasdim. Keyin yana 3 yil ampes bilan yurdim. Rosa ham qiynaldim. Hech joyni bilmadim-ki boray. Endi o'sha G'ayratjon bor ekan, xayriyat topib internetdan o'qam, doktor ekan, urolog keldim. Mana 7 kun bo'ldi, operatsiya qilishdi. Mana kateter qo'ydi. Hech siydik chiqmayapti. Chicha ham chiqmayapti. Ming bor shukr. Rahmat o'sha G'ayratjonga. Endi davolanib, endi bugun javob Xudo xolasa. Men rasom minnatdorman doktorlardan. Mendan nima bo'lmasin, Xudodan qaytsin. O'zimda o'g'lim yo'q. Shunaqa yaxshi bo'lardi. Rahmat sizlarga, hammalaringga rahmat. Kattagon rahmat. Minnatdorman hammalaringga. Rahmat.